Assalomu alaykum aziz kanalim a'zolari. Bugun biz sizlar bilan Photoshopda rasmlar tayyorlashni o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, ekran o'rtasida montaj maydoni joylashgan. Undagi kulrang joyni ishchi stol, oq qismini esa oq varaq deb qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Oq qismi bu oq fon. Buni esdan chiqarmang. Oldingi videolarimizda ko'rib chiqqan panellar menyusi ishchi ekranni eng tepasida joylashgan. Uni pastida esa instrumentlar sozlamalari deb nom olgan qatorni ko'rasiz. Bugungi 3-darsimiz o'tgan 2-darsimizni mantiqiy davomi hisoblanadi. Shuning uchun biz darsimizni yaxshiroq tushunishimiz uchun Ronaldo xizmatidan foydalanamiz va uni rasmiga oq fon berib videomizni tushunishga harakat qilamiz. Tayyorlagan 3x4 rasmimizni oq foniga Ronaldoni joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, Ronaldoni hajmi biz xohlagan rasm o'lchamiga mos kelmadi. Agar rasm kompyuteringizdan ishchi stolingizga smart obyekt bo'lib ko'chgan bo'lsa, tepaga yoki pastga tortib hajmini moslaymiz. Agar smart obyekt bo'lib o'tmagan bo'lsa, biz menyular panelidagi redaktirovание bo'limini svobodnoye transformirovание qismidan foydalanib o'lchamlarni to'g'rilaymiz va ishchi ekranni menyular paneli pastidagi instrumentlar sozlamalari qatoridagi galochkani bosamiz. Shunda rasmimiz oddiy rasmga aylanadi. Ammo ishlash instrumentlaridan foydalanish uchun avvalambor uni sozlash kerak. Instrumentlar ishchi ekraningizni chap tarafida vertikal shaklda turibdi. Bizga kerak bo'lgan instrumentni tanlab, uni ajratib olib, misol biz hozir lastik, o'zbekchasiga aytganda o'chirg'ich instrumentini tanlaydigan bo'lsak, uni qandayligini to'rtburchak yoki dumaloq shakldami, uni kattaligini, kichikligini, qanday ko'rinishdagini instrumentlar sozlamalaridagi qatorda belgilaymiz va o'zimizga moslab olamiz. Ya'ni siz ishlashga tanlagan instrumentlaringizni sozlamalarini panellar menyusi pastidagi qatordan o'zingizga moslaysiz. Ko'rib turibsiz, biz lastikni o'lchamini katta yoki kichik qilishni, o'chirg'ichni dumaloq, to'rtburchak qilish uchun uni ishchi ekran tepasidagi 2-instrumentlar sozlamalari qatorida quyidagi bo'limlardan foydalanyapmiz.
Agar siz boshqa instrumentlarni tanlasangiz, avtomatik tarzda instrument bajaradigan vazifasidan kelib chiqqan holda sozlamalar ham o'zgaradi. Ishchi ekranimizni pastki chap tarafida e'tibor bergan bo'lsangiz, %50lik yozuv turibdi. Uni biz hozir 800% ga o'zgartirdik. Unga o'zgartirish kirish orqali biz rasmimizni katta yoki kichik qilishimiz mumkin. Ammo rasm hajmini katta yoki kichik qilishni eng qulay usuli bu Alt bilan Shiftni birdaniga bosib mishkani aylantirish bo'lsa kerak. Ekranni pastidagi foiz ko'rsatkichi oldida esa hujjatlar parametrlari degan tugma turibdi. Unda siz faylingiz razmeri, profili va boshqa ma'lumotlarni tanlashingiz mumkin. Photoshopni bu qismida tayyorlagan rasmingizni texnik ma'lumotlari ko'rsatiladi. Bundan tashqari, Photoshopimizda rasmni o'ngga yoki chapga yo'naltirishimiz uchun quyidagi slayderlar ham bor. Mana endi biz hozir Ronaldoga oq fon beramiz. Fon berayotganda juda ehtiyotkorlik bilan, shoshilmasdan, diqqat bilan bizga kerak bo'lmagan joylarni lastik o'chirg'ich orqali bajaramiz. Kattaroq joylarini o'chirish uchun biz o'chirg'ichni razmerini kattalashtiramiz. Diqqatliroq, nozikroq joylarida esa o'chirg'ichni razmerini kichiklashtirishimizga to'g'ri keladi. Sizlar ham alohida bitta rasmni shu misolida ko'rib, orqasiga oq fon berishga harakat qilib ko'ring.
Ana ko'rib turganingizdek biz Ronaldoga oq fon berishni tugatlayapmiz. Shu bilan bir qatorda Photoshopni funksiyalarini, asosiy funksiyalarini demoqchi edim, o'rganib chiqdik. Videoni ko'rganingizga minnatdorchilik aytmoqchiman. Like tugmasini bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Katta rahmat.